Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, salomatmisizlar? Akalar, sizlarga servisimizdagi moyxonadan ajoyib kontent tayyorlamoqchiman. Ya'ni moyxonadagi sizlar bilmagan sirli ma'lumotlar. Bilasizlar, moy temasi juda ham katta tema bo'ladi. Jamiki hozir 4 ta ballon, 2 ta ballonda yurgan har qanaqa mashinaviy mototsikl moy ketadi. Hattoki hozirgi kunda yo'llarimizda egallayotgan elektromobillarga ham moy quyiladi. Hayriyatki, Xudoga shukr. Ya'ni biz boshida tushunmagandik, elektromobillar faqat elektrda yursa, yog'ni kimga sotamiz deb o'ylardik. Xullas, ungacha o'zimizda hozir mana shu qorako'z mashinalarimiz, Gentra, Cobalt yoki Captiva, Malibu, Equinox eski mashinalarimiz, Matiz, Damas qanaqa moy quyishingiz, biz sizga qanaqa moy quyayotganini nimalar e'tibor berishingiz kerak. Shunaqa joylarda sirli ma'lumotlarni sizlarga aytmoqchiman, aytib o'tmoqchimiz. Bugungi rukunimizda qisqacha 3 ta tavsiya beramiz. Keyingi harakat qilamiz rukun davom ettirishga sizlarga bunaqa sirli ma'lumotlardan, masalan, sizga hech kim aytmagan yoki aytib ketgan, lekin qayerlardir qolib ketgan ma'lumotlar sizlarga yana aytib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, bugungi qisqacha sirli ma'lumotlarimizdan bittasi, siz dvigatelingiz va korobkangizga quyishingiz kerak bo'lgan yog'i va quymashingiz kerak bo'lgan moyni qisqacha aytib o'tib ketaman. Misol uchun, sizning mashinangiz 12 yoki Tracker. Sizning mashinangizga 308 litr yog' quyib berishyapti yoki 4 litr yog' quyib berishyapti va daftarchaga sizga 8000, 7000, 10000 kilometr yurasiz deb tavsiya qilishyapti. Asli unaqa emas. Sababi mashinangizning motori dvigatelidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, zavod o'zi ham kitobini olib o'qiydigan bo'lsangiz, har 5000 kilometrda moyni almashtirish shart deb yozib qo'ygan. Bunga asosiy sabab dvigatel turiga bog'liq. Ya'ni turbo dvigatel. Bilasizlar, oddiy mana shu Gentralar dvigateli MPI bo'lsa, 12 Trackerlarga turbo 3 silindrli motorning ichida zubcha remen 2 ta bo'ladi va u moyda aylanadi. Ana shuning uchun sizga tavsiyam 5000 kilometrda almashtiring va e'tibor beradigan joyi. Akalar, qarang, e'tibor beradigan joyi moylar juda ham ko'p. 10 ga 40, 5 ga 40, 0.20, 5 ga 30 buni deyarli hammamiz o'sha ma'lumotlarni bilib bo'lganmiz. Asosiy kerakli ma'lumot. Endi 5 ga 30 yoki 0.20 qo'yganda ham qanaqa moy qo'yish kerak, nimaga e'tibor berish kerakligini sizga bitta aytib qo'ysam, ana o'shanda siz bu videoni ko'rib turib, sizga balkim noto'g'ri moy tavsiya qilayotganini bilib qolasiz va shunga e'tibor berasiz. Akalar, qarang, e'tibor berish kerak bo'lgan joyi mana 5 ga 30 quyapsizda, Dexis 1 Gen 3 mana ofitsialniy o'zi dopisk berib qo'ygani bu birinchisi. Endi shuni haqiqatan ham bergan tekshirish yo'li bor. Buni Dexis.com saytida tekshirib olsangiz bo'ladi va buni yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi motor moyni API klassifikatsiyasi bo'ladi. Misol uchun mana 5 ga 30 da yoki 10 ga 40 da hozir ko'rsatsa ham bo'ladi. Mana 5 ga 30 da ko'rsatsa ham bo'ladi. 5 ga 30 mana SRS firmasiniki mana Dexis 1 Gen 2 eski pokoleniyadan qolib ketgan, lekin buni SP prisatka bilan, ya'ni API-si SP vaskisi bilan berganligi uchun buni qo'shsangiz bo'ladi. Faqat Dexis 1 Gen 2 emas, 3 ni qo'shsangiz bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Quymasligimiz kerak bo'lgan moy bu mana shu joyda SP degan joyda SL, SM, SN. Hop, bitta misol mana bunda ko'rsataylik. Hop, mana 5 ga 30, mana 5 ga 30 SM yozib qo'ygan. Buni quyish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni bu qanaqa brend bo'lishidan qat'iy nazar, SM mi, SF mi, SL mi quyish tavsiya qilinmaydi. Nima uchunligini keyingi videolarimizda sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hop, endi mana mashinam eskiroq mashina deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, yo Cobaltdir, Gentradir, balkim Xitoydir, Xitoy mashinalardir. Albatta, dvigatelda qanaqa qo'yish kerakligini kitobchasiga yozib qo'ygan bilan ishda ma'lumot topsangiz bo'ladi. Men sizga hozir turbonikini aytdim, lekin agar dvigatelingiz 2010-yil yoki 2013-yildan pastda ishlab chiqarilgan bo'ladigan bo'lsa, hozirgi ko'rsatganimiz quysiz bo'ladi, lekin mana bulardan quyishingiz tavsiya qilinaveradi. Motoringiz shunga javob beradi. Hop. Endi 0.25 ga 30 degan joyda qisqacha bitta fakt aytib ketay bitta. Bu ham sizga foydali bo'lib qolishi mumkin. Qo'limdagi yo'q, mana Valvaning kompaniyasini 0.20 mana Dexis 1 mana Gen 3 pokoleniyada yo'q. Buni ham API-sini tekshirishimiz mumkin. Mana API-si SN klassda beryapti. Mana shu joyda SN klass bu SP dan
oldinga chiqqan Viaskis bo'ladi. Lekin albatta Dexis 1 buni o'zi GM tasdiqlaganligi uchun buni bemalol qo'ya olamiz. Yo bunisi yo unisi to'g'ri kelish kerak bo'ladigan joyi. Xo'p, sizga ma'lumotim bermoqchi bo'lgan boshqa ikkinchi ma'lumotim 5 ga 30 va 0 ga 20. Bu qanaqa farqi bor deydigan bo'lsangiz, yog' deyarli bir xil yog'. Bundagi asosiy farqi bu klimat, ya'ni klimat hududdan kelib chiqadi. Bizda endi qishimiz ham bor, yozimiz ham bor. Siz agar mashinani juda ko'p minadigan bo'lsangiz, kilometringiz, probegingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, yoz issiq kelganda 0.20 da qo'ygan bo'lgan bo'lsangiz, bu suyuqlik qilishi mumkin. Katta kuchli tezlanishlarda, trassalarda yog' o'zini qayishqoqlik darajasi bor, tutib bera olmasligi mumkin. Mana shu paytda siz 5 ga 30 ga qo'rqmasdan 30 bo'laveradi. Qishga kelganda esa sovuq holatda ertalabda dvigatelda o't oldirganda tez qizish uchun, ya'ni motorning ichida yog' yaxshi aylanish hisobga olingan holatda 0.20 GM tavsiya qilyapti. Bu sovuq hududlarda yoki bizning qish mavsumimizda. Ya'ni demoqchimanki, yog' bitta yog' faqat Viaskis, ya'ni havoni, klimatni mavsumga qarab turib holatidan kelib chiqib qilinadigan ish. Shu narsani ham inobatga olsangiz bo'laveradi. Misol hozir mana qish kelishni boshladi. Hozir bu videoni oktyabr oyida olyapmiz. Ertadan noyabrda sovuq tushishni boshlasa, mashinani juda kam minadigan shogirdlarimiz uchun 0.20 ideal variant. Bitta o'tatadi, yarim 1 minutgacha qizdirmasdan shundoq kutsa, minut ketsa bo'laveradi. Agar 5 ga 30 qo'ygan bo'ladigan bo'lsangiz, maslahatimiz 5 minutgacha mashinani qizdirish tavsiya qilinadi. Bu dvigatelda rabochiy temperaturaga chiqib, dvigatel hamma joyga moy yetib borishi tavsiya qilinadi. Nima deysizlar? Fikrimga qo'shilsalar, kommentariyada fikrlaring, yozib boringlar. Sizlar qanaqa moy qo'yasizlar, qancha kilometr almashtirasizlar va Tracker 10X mashina haydayotgan akalar, agar siz 5000 dan ko'p yurib qo'yayotgan bo'lsangiz, qancha yurib qo'yasiz? Yozing. Maslahatimga agar amal qiladigan bo'lsangiz, motoringiz ichida zubchatrami uzoq vaqt xizmat qilib berishga va belgilangan 200 ming kilometrda zubchatrami almashtirish tavsiya qilingan, kitobiga ham yozib qo'ygan. Shu paytgacha agar sifatli benzin va sifatli moy qo'yadigan bo'lsangiz, yetib borish ehtimoli bo'ladi. Lekin tajribamizda servisimiz bor va zapchastlarni sotganimiz uchun 90 ming, 10 ming kilometrda ham zubchatramilar uzilib ketib almashtirganlarni ko'ryapmiz. Instagram profilimizda bu qo'yib boramiz, Instagram linkini ham qo'yib ketamiz. Hop, shu videoyim shu joygacha ko'rganlar uchun katta rahmat. Keyingi videolarda, keyingi rukunlarimizda boshqa sirli ma'lumotlarni sizlarga aytishga harakat qilamiz. Obuna bo'linglar. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.